latofat. Manda ruhiy buzilishlar bo'lyapti-da. Mana yoshim 50 dan oshgan. Shu oilaviy turmushim mana shu xo'jayinimlar bilan anaqa bo'layotgani uchun o'rnimdan tura olmayman. Ha deb yotgim keladi. O'zimcha davleniyam oshdi deyman-da, hammaga yotaman, hech narsa ish qila olmayman. O'rnimdan turib yig'ib qo'ygim keladi, hamma yoqlarga g'ashim keladi, lekin hech narsa qila olmayman. Yotaveraman. Menga qatdan kimdir yordam bersa-da deb yotaveraman. Shu vaziyatdan qanaqa chiqib ketsam bo'ladi? Hozir turmush o'rtog'im bilan anaqa holat dedingiz, qanaqa holat haqida? Ular menga tazyiq o'tkazadilar-da. Hammasi sen aybdorsan deb. Shunaqalarda hech narsaga kuchim yetmaydi, ularga gapimni o'tkaza olmaganimdan keyin shu yotaveraman, hech narsa qilmasdan. Aynan nimada aybdorligingizni, mana nima holatlarda ko'proq sizni ayblaydilar? Yaxshi kelinlar tushirmagansan deydilar. Hammasi aytganingni qilib, iminda-jiminda uyda o'tirmayapti deydilar. Hammaliga o'sha jahldor bo'lganlar uchun sekin-sekin chiqib ketishdi uydan. Hammasi o'zimga qolib ketgandan keyin meni yana yosh bolalarim bor. Ularga qarashim kerak. Shunaqa paytda hammasi sanda ayb deb hadeb tazyiq o'tkazaveradilar. Kelinlar borligida ham shu odatlarni qilardilar lekin. Hozir turmush o'rtog'ingiz bilan ikkalalaringiz yashaysizlarmi uyda faqat? Ha, o'zimiz bolalarimiz. Yosh bolalaringiz yoshlari nechida? Ular 15 yosh egizaklar. Egizaklaringiz. Qoyil o'g'il bolalar, ikkalasi ham o'g'il bolalar, ha? Qachon ruhi to'kilib ketadi, bilasizmi? Yasha oladi-da, u boshqacha. Yasha oladi. Tushunasizmi? Yasha oladi u. Bir marta imkon berilsa, u yasha oladi, uddalay oladi, qila oladi-da, lekin bilasizmi, ana shu imkon berilmaydi. Berilmaydi ana shu imkon. Bir ishni takror qiladi, uy supuradi, ko'cha supuradi, egizagiga qaraydi, ishlaydi, turmush o'rtog'iga qaraydi, hammaga qaraydi. Lekin mana bu ruhiyat bor-ku, Alloh tomonidan shunaqa yaratilgan, u harakatda bo'lish kerak-da doim. Doim rivoj, keyingi bosqich. Shuning uchun hayot va insonning yaratilishida insonga zerikish degan his-tuyg'u berilgan. Agar insonga zerikish degan his-tuyg'u berilmaganida, mana shu zerikish berilmaganida edi, u bir joyda o'tiraverardi. Zerikishning keyingi bosqichi bu kasallik. Kasallikning ham keyingi bosqichi butunlay ruhiy tushkunlik. O'sha bosqichga kelib bo'lganingizni bilyapsiz, ha? Siz aytishingiz mumkin, men mana shuncha yoshdaman, yoshim katta, sen menga yosh bo'lib turib buni aytasanmi? Bilasizmi? Masterlarda bu endi Alloh turgan talantdagi insonlar uni ancha erta yashab o'tishadi, ancha ertachi yig'lashadi, siqtashadi, boshini devorga urishadi-da. Keyin aynan mana shu hozir mendek navqiron yoshga ular xizmat qilish kerak-da. Sizga o'xshagan ayollarga, misol 60 yoshga, 70 yosh, menda ko'p mijozlarim shu qarilikni men 25 yoshimda men qarilikni yashab o'tganman-da. Hali bir podkastim bor, uni qo'yaman. 25 yoshdagi 80 yoshli kampir degan nomlab qo'yib beraman-da. Buni yashab o'tganman-da, to'liq to'shakda. Mana shu qilaverasiz-ku, zerikadi desam, aytaman-da, sen zerikkansan deyman-da, mana o'zim tengdoshlarimga. Zerikkansanki ilmiylashtirma, psixologik tilida gapirma, oddiy zerikkansan desam boshlaydi. Bolamga qarashim kerak, ishga borib kelaman deydi, erimga qarayman, hammaga qarayman, qanaqasiga zerikaman, nima deyapsan deydi. Aytamanki, bu ruhiyat shunaqa mo'jiza deyman. Endi qalb demay, hamma o'sha bu terminlardan to'ydi-da. Ruhiyatning kuchi va ruhiyat bu shunaqa narsaki, har doim yangilik xohlaydi. Kerak bo'lsa, boshida aytadi, boshida hachu-hachularingiz bo'lib turardi-ku, boshida aytardingiz, dadasi, men buni xohlayman. Dadasi, shuni o'ylasam yig'lagim keladi. Menga ham bermaganlar, turmush o'rtog'im shu yordamni bermaganlar, buni ham sababini aytaman-da hozir. Quvvatim borida aytardim-da ularga, keling, mana shuni qilaylik, keling, mana bu yoqqa boraylik, keling, mana bu olaylik, hatto uyga bitta yordamchi olaylik, mana shuni qilaylik. Berilmaydi-da u. Keyin bilasizmi, ruhiyatim uchib so'radi. Bir kun so'ramay qoldi. Kun uzoq yotaman. Faqat yotaman.
na bola qaragim keladi, na boshqa qilgim keladi, hech narsa qilgim kelmaydi. Mutaxassislarga borganda bilasizmi nima deb nomlashdi? Bu kuchli ruhiy apatiya holati, bu kuchli depressiya holati. Endi sen antidepressantlar ichishing kerak, nevropatologga uchrashishing kerak, nimadir qilishing kerak. Ular aytadi, men qilaman, turmayman lekin. Turmayman. Bilasizmi nima uchun? Men o'zim bilan gaplashdim. Men xohlamayman turishni. Men xohlamayman turishni. Ha? Hozir men Barnapamni ichlarini o'qib gapirib turibman-da, hozir o'zimdan o'tkazib, siz shifolanyapsiz-da opajonim. Bu shifolanyapsiz desa aytishadi-da, voy bunaqa bo'lib ketding. Yo'q. U yoqdan shifolanasiz-da. Oddiy qulmiz biz bandalar. Sababi energiya davolaydi, quvvat davolaydi, mendagi quvvat davolaydi. Mana shunaqa-da, endi shu tizim sistema biz uni tushuna olmaymiz ham, oxiriga yeta olmaymiz ham. Turmayman o'rnimdan. Keyin turmush o'rtog'im boshladilar. Senga bunaqa qilamiz da va uni qilamiz. Menga qiziq emas. Men shunaqa og'ir holatga tushdim. Hammadan uzilishni boshladim. Ishonasizmi? Jostki holatga o'tishni boshladim. Bitta baqirsalar kim bo'lsa ham 10 ta baqirishga o'tdim. Bilasizmi, qachon ayollar, mana ayollar baribir mana shu oddiy xalq eshitadi-da, men qayerga ketaman? Meni bir ilmiy qanaqadir bir rasmiy insonlar eshitmaydi. Mana ularni o'zini eshitadigan insoni bor. Meni o'zim eshitadigan auditoriyam bormi? Baqiradi-ku ayol farzandiga, o'ldirib qo'ygisi keladi. Turmush o'rtog'ini ham gapi yoqmaydi. Belgilar, mehmon chaqirgisi kelmaydi. Yondiradi, dasturxon yig'ishtirgisi kelmaydi. Bir xil takrorlaydigan, ayniqsa menda oxirgi vaqt shunaqa bo'lib qoldiki, shunaqa holatga keldimki, ovqat o'zim farzandim uchun qilyapman, hatto yo'q men bu yerda quvvat. O'shanda bilasizmi nima bo'lgan bo'ladi? Biz ayol zoti bir mo'jiza-da. Ayol zoti mo'jizasiz yasholmaydi. Ayol zotiga har doim yangilik kerak-da. Ayolga ona bo'lib desa bo'lib beradi, rahbar bo'lib desa bo'lib beradi, vrach bo'lib desa qilib beradi, o'ynab ijodkor bo'lib desa bo'lib beradi, hamma narsa qiladi. Turmush o'rtog'i shu kun bir vagon kir qo'yib ketib, yo'q desa qiladi. No, ayol bitta narsani evaziga qiladi. Erkinlik evaziga qiladi. Tushunyapsizmi? Erkinlik deganida yana ketmang har xil joyga. Chet el ketasanmi endi? Erkak qidirib ketasanmi? Pul qidirib ketasanmi? Yo'q. Ruhiyatdagi, oiladagi shaffof energiya evazigagina qila oladi ayol. Ayol bir kunni ichida, opajonim, bir kunni ichida ham hozir sport qilgisi kelib qoladi. Hozir mehmonga borgisi kelib qoladi. Hozir o'ynagisi kelib qoladi. Hozir ish qilgisi kelib qoladi. Ayol shunaqa ramkaga kira olmaydi-da ayol. Lekin ramkaga kirgizilib qo'yadi-ku, katta qo'rquv natijasida. Lekin mabiyodagi ruhiyatga u to'g'ri kelmaydi, u mutanosib emas u. U ayolga singdiriladigan, ayolni qotib qolish pozitsiyasi u ruhiyatga mutanosib emas, ayol ruhiyatiga. Ayolni nomlab bo'lmaydi. Ayolga xarakter qo'yib bo'lmaydi. Ayolga ma'lum bitta kasallik ham qo'yib bo'lmaydi. Men sizdan shuncha so'ramadim ama, hattoki mana bunizmi deb. Men o'sha sizni bitta ko'rganda, men sizni hayotingizni tarziga qarab, sizni ko'zlaringizga qarab, men o'sha siz nima kasallikdan o'tib bo'lgansiz va hozir nimadasiz? O'sha buni o'qiysiz-da, buni o'qib nima deydi, bir folbin bo'lib o'qimaymiz, opajon. Boshdan o'tkazib hamda o'sha ilmiy universitetda ilm olib o'rganganim sari men anglab yetdimda, ramkaga solingan ayol hech qachon aytilgandek muslima, aytilgandek iymonli ayol bo'la olmaydi. Hech qachon bo'la olmaydi. U o'zini ramkaga solib oladida, mana bu quvvat maksimal tugab oladi-da. Chunki ayol, men aytyapman-ku sizga, ayolni nomlab bo'lmaydi-da, u hamma narsadan quvvat oladi-da. U hamma narsadan quvvatlanganidan keyin o'sha quvvat hisobiga farzandlariga va turmush o'rtog'iga, oilasiga, uyiga kelgan insonlarga, qaynona qaynotaga xizmat qiladi.
Mana hayotni aylanishi. Bizdan talab qilib qo'yilgan narsa boyagi quvvatni olmayapti, boyagi joylardanda faqat xizmat qilyapti. Faqat beraveradi. Bu yerdagi zaxira tugaydimi? Ma'lum bir yoshga kelganda aytishadi. Psixologga borib o'zgarib qopsan, psixologga borib haddingdan oshibsan, u haddingdan oshmadi u. Uni quvvati tuga bo'ldi. Quvvati tugagandan keyin ayol, opa, qanaqa holatga keladi, qarang. Quvvat tugagandan keyin, bilasizmi, hayotda yashab qolish instinkti bor. His qilib yashash, mana shartsiz hayot bor, keyin mana his qilish instinkti bor, keyin o'sha his qilish bor, keyin tushib ketdi-ku ayol nolga, depressiv holatga. Yashab qolish instinkti uyg'onadi ayolda. Yashab qolishi kerak faqat. Yashab qolish uchun energiya kerak. Tushunyapsizmi? Energiyani Barnopa ololmayapti tashqaridan. Yo'q, zapret hamma narsaga. Zapret mumkin emas. Keyin endi Barnopa mana shu yoqda o'zida quvvat kelmayapti, ichida miltillagan quvvat qoldi-da, miltillagan. U yashab qolishi kerak. U endi u quvvatni hech kimga bera olmaydi Barnopa, hech kimga bera olmaydi uni. Siz o'ylamang, psixologga kelibdi, o'zgarib qopti, qo'pol bo'lib qopti, baxil bo'lib qopti, xudbin bo'lib qopti. Bu nomlarni hammasidan o'tganman-da. Unaqa bo'lib qolmadi u. Endi u yashab qolish uchun kurashga o'tdi. Faqat imkoni shunda qoldi uni. Bir tashqaridan uni sal energiyasini olmoqchi bo'lsa, u sezadi endi. Farzandi "Aya" desa ham unga yoqmaydi. Turmush o'rtog'i "Naskimni yuvib qo'y" desa ham unga yoqmaydi. Unga yoqmagani uni dimog'i oshib ketgandan yoqmaydi emas. Quvvati yo'q uni. Tushunyapsizmi? Agar shu kun mana shu turmush o'rtoqqa o'sha ozgina quvvatni yoki farzandini ishini qilishga berib qo'ysin, ketdi. Bugunlik yashash uchun bugunlik quvvat yetmaydi-da, unga kun bo'yi yotadi u. Shuning uchun keyin ruhiyat nima qiladi? Faqat aytishlaringiz mumkin, ilmiy yondashilmayapti bu yoqda. Mana bu yoqdan yondashilyapti. Ayol sifatida. Boshidan aytayapman, ayol sifatida gapiraman. Boshimdan o'tkazgan ayol sifatida. Bahs munozaralar uchun aytib o'tyapman-da. Keyin nima qilganman? Hech qolmadi quvvat. Mana shu yo'taman, ataylab yotaman. Ataylab yotaman. Ishonasizmi? Aslida kuchim yo'q tanada. Mana bu ataylab yotadi. Chunki u hozir tursa, uyg'onsa, mana o'rnidan turdi-da, shart kuchga to'ldi. Kim unga ruxsat beradi? Mazza qilib yashashga. Kim? Hech kim ruxsat bermaydi. Kim unga pul beradi? O'sha mana o'zing xohlagan narsani qil deyishga. Kim? Hech kim. Bilasizmi? Ana shu joyda bir umr yashashni boshlaydi keyin ayol. Bilasizmi, ko'rganmisiz baqiroq ayollarni, bu yoniga borsang gaplasha olmaysan, nur taralmaydi, quvvat taralmaydi. No, ayrim bir toifa, ayrim bir tabiat ayollar bor. Ular o'sha joyda batamom hammadan uzilishni boshlashadi. Ular bitta narsani tushunib qo'yishadi, Barnopam kabi. Kutishganligini tushunib qolishadi. Kimdir Barnopam o'zlarini qurbon qilsalar unga, u inson Barnopamni bir kun baxtli qilishiga ishongan bo'ladilar-da. No, Barnopam bitta narsani unutib qo'yadilarki, har bir inson bu hayotga opajonim o'zi baxtli qilish uchungina kelgan. Alloh tomonidan, hayot tomonidan ruxsat berilmagan boshqa bir bandani baxtli qilishga ruxsat berilmagan. Men tushunmaganman-da buni. 37 yoshda qari ayollarga o'xshab sochim oppoq bo'lib qolganda men tushunib qolganman. Ya Alloh, bandadan kutayotganim sendan kutishim kerak ekan deb tushunib qolganman. Afsuslanganman, hamma narsa bo'lgan. Yechimga keladigan bo'lsam, siz o'ylamang, birdan quvvat kelib qolmagan menga. Birdan kelib qolmagan. Mana milt men to'plashni boshlaganman.
mehnat bilan to'plashni boshlaganman, yig'lab to'plashni boshlaganman. Ertalab o'shanaqa siz aytgan holatdaman, hech narsaga quvvatim hech narsa qila olmayman. Shunaqa holatga kelganmanda eng oxirgi pulingiz bo'ladi, boshqangiz bo'ladi. Albatta hamma qilib berishga quvvati bo'ladi. Sizda nomabitda ichida ruxsat bo'lmagani uchun ular ham qilib bermagan. Endi ko'pda sababi. Xo'p, kelgan yechimim uyga yordamchi olganman. Yordamchi olish uchun uyga bilasizmi, menda ongimda millionta man ayolman, man qilishim kerak. Hamma savol mendan o'tgan, lekin baribir shuni qilganman-da, chunki o'sha hatto bitta piyolani ham yuvib qo'yishga quvvatim yo'q edi-da meni. Lekin o'sha kasal ovqat yemasa suv ichardim. O'sha holatimda 1 soat 20 minut bor ko'chaga faqat o'zing uchun yurib ket desa, nechukki quvvat kelardi. Yig'lab borardim, bitta musiqani eshitardim opa. Bitta. Faqat o'sha musiqani eshitgan kunim men tirilardim. O'sha musiqa bo'lmagan kuni men o'lik ahvolda edim. O'sha musiqa bilan 1 soatga qayta qo'yishga qo'yib qo'yardim-da, o'sha musiqani eshitib borib, o'sha musiqani eshitib kelardim. Bo'ldi. O'shanga quvvat bor. Yana men o'sha uyda ichiga kiraman-ku, yana bitta muhit ichiga menda hech narsa bo'lmasdi. Men shunda bitta narsani tushunib qolganman. Yo Alloh, yo hayot deganman. Men batamom taslimman deganman. Men yashadim shunda, menga shunaqa quvvat berginki deganman. Shunaqa moshinangizga o'tyapti-da, tozalanib, maza qilasiz opa. Kichik xohishchalarim bor-da. Mana aytib o'tdingiz-ku, u kuni xohishlarimni bajarishni boshladim deb. Kichik xohishlarimni qilurganman-ku. Xohishlarim shunaqa arzimagan. Hatto shularni ham yopib qo'yganimdan keyin quvvat yo'qmi? Quvvat to'planar ekan. Quvvat tiklanar ekan. Quvvatga har kuni. Lekin oson kelib qolmaysiz opam. Yo'q deyishni boshlaysiz. Qilmayman deyishni boshlaysiz. Bu bunt bilan bo'ladi. Bu atrofingizdagi hammani, menda bir sira shunaqa bo'lgan, atrofimdagi insonlar hammalari mendan uzilib qolishgan. Uzilganman ulardan, majbur bo'lganman. Ular o'ylashganki, Barnopajon, bu bo'ldi, sektaga aralashdi, nimaga aralashdi, bir nimalar bo'lib ketdi. Yo'q, shunchaki quvvat nolga kelgan, o'zini majburlab yashash. Va meni bunda Allohning karomati bilan o'zini majbur qilib yashash programmam batamom. Ya'ni hammaga o'xshab yashash va o'sha hali aql bilan yashash o'chish kerak edi. Tushunasizmi? Men insonlar o'shani ertachiroq o'chirib haqiqiy tiriklikda yashashlari uchun men o'zim his qilishim kerak edi. Bunaqa yashaysiz-ku, faqat quvvat ketadi-ku sizdan. Asl tiriklikda yashashni boshlaganimdan keyin menda odamlar aytgan holat kuzatilmagan. Men chet el davlatga qochib ham ketmaganman. O'zimga erkinlik berib, o'zimni go'zal hayotimni qurishni boshlaganimda, hamma menga qarshi chiqsa ham qurishni boshlaganimda, hamma meni tashlab ketishidan qo'rquvlarim bo'lgan, hammasi, mana shu ayollar hammasi eshitayotgan hamma holat, endi cho'zmayapman, cho'zilib ketadi. Bo'lsa ham shu menga yoqmaydimi opajon? Yo'q deyishni boshlaganman. Juda ham og'ir bo'lgan. insonlar bunt ko'tarib tashlagan, janjal qilib tashlashgan, hayronlar qolib ketishgan. O'shanaqa hayot tugashi kerak edi, to'xtashi kerak edi va men yaratuvchanlik hayotiga o'tishim kerak edi-da. Men yaratishni boshlashim kerak edi. Bilasizmi? Miltillaga yaratishni boshlash degani bilasizmi bu nima? Shuna o'zingizga quloq solganingizda, shuga mana bilasizmi, o'zingiz reglamentingiz bor. Nechukki, mana shu quvvatsiz yotgan ayol, o'zingizni aynan qiziqishlaringiz bor-ku hozir, shularga vaqt topasiz. Mana shular shundoq qilasiz. Ana shular sal ko'payishni boshlagandan keyin mana bu ichingizni, ruhiyatingizni iymoni komil bo'lib oladi-ku. Ongni iymoni komil bo'lib oladi. O'tish etapida bu, o'tish etapida ong aytadiki, bo'ldi. Demak deydi, bu o'zimizni hayotga qaytyapmiz, o'zimizni holatga qaytyapmiz deydi. Endi deydi, oz-ozdan tursak bo'ladi.
ong juda puxta bo'ladi-da. Tushundingiz? Tursak bo'ladi. Mana bo'larkan-ku. Quvvatga kirsa ham bo'larkan, hayotda yashasa ham bo'larkan. Mana shunda tiriklik nimaligi haqidagi his kelishni boshlagan menga. Tirik yashash haqidagi his kelishni boshlagan va man tirikman kursim paydo bo'lgan. Man tirikman. Tushunyapsizmi? Man tirik ekanman. Man yashasam bo'larkan, man kulsam bo'larkan. Boshqalarga meni kulishim yoqmasa-da man kulsam bo'larkan. O'zim xohlagandek. Boshqalarga meni turishim, boshqa hayot tarzim yoqmasa-da man tirilsam bo'larkan. Bilasizmi, inson qachon tirilarkan rostmana? Qachon rostmana tirilarkan? Mana tashqarida mana shu to'g'ri, mana shu inson to'g'ri degan hayotlar bor-ku. Ana shu hayotlarni shuni o'zlariga topshirasiz. Bu sen uchun tiriklik. Tushundingizmi? Bu u uchun tiriklik. Man o'sha insonlarni tirikligini o'zimga kopiya qilib yashaganim uchunmi o'lib qolgandim-da? O'lib yotarmish. Qo'llarim ko'tarmasdim. Nimaga joning yo'q deyishardi. Nimaga tortmaysan deyishardi menga aytishardi. Nimaga o'zingga jalb qilmaysan deyishardi. Men jalb qilmadim. Hayron qolardim-da o'zimga jalb qilmasdim-da, o'zimga tortmasdim. Men bilan insonlar gaplashgisi kelmasdi. Shunaqa zerikarli edim. Meni oldimga yonmasdi-da insonlar. Men bilsam, men o'zimni tiriltirishim kerak bo'lgan ekan. Sizlar, men o'zimni nima bilasizmi, nima tiriklik? Meni o'zim bo'lib gapirishim tiriklik. U boshida shunaqa bachkana chiqadi, u boshida shunaqa xunuk chiqadi, u boshida shunaqa taftsiz chiqadi, u boshida shunaqa uyalasiz, uyat his tuyg'usi yeru ko'kki butun hammada yurib ketaverasizda. O'zingiz ochgansizda yana o'zingizcha uyalib ketaverasizda, xuddi butun dunyo faqat siz ustingizdan kulayotgandek. Shu qilgan ishingiz uchun. Kengayib qaragandan keyin hech kim bilan ish yo'qligini ko'rasiz. Va ana shu tirilishni boshlaganimdan keyin, hamma aspektda o'zimni tiriltirishni boshlaganimdan keyin shunaqangi shu kurs yaratganmanki, yonib ketyapman, yig'lab, men ana shu kurs bilan birga meni o'zim ham tirilganman. Keyin qarasam, boshida meni o'sha o'zim tirilib, har bitta aspektda tirilish degani har bir aspekt degani qismlarimiz-ku, kulishing, uxlashing, gapirishing, yeyishing, nimaga qiziqishing, qanaqaliging, qanaqa kiyinasan, nima taqasan, nima oyog'ingga kiyasan, ham har biri-ku. Ana shularni mana rivojlantiryapman-ku, chiqazganimdan keyin o'sha hamma uchun bachkana tuyulgan meni xatti-harakatlarim bor-ku, uni tegidan javohiri chiqishni boshlagan. Tushunyapsizmi? Qarasam, u insonlarni uyg'otib yuborishni boshlaganda, chunki hamma ham bu hayotga kelganida tirik yasholmaydi-da, hamma ham. Ba'zi bir insonlarning missiyasi shunaqa bo'ladi, kerak bo'lsa tug'ilganidan shunaqa quvvatli bo'ladi-da. Meni ikkinchi qizim bor-da. U men aytaman, sen tug'ilganingdan deyman, tug'ilganidan o'zini gapi bor-da, emotsiyalari bor. Tug'ilganidan uni oldida o'zini shunaqa jalb qiladi. Men qolib ketaman, shu qizim bilan bo'lib qolishadi. O'zini soch stili bor, o'zini lab bo'yash 8 yosh, boshqasi bor. Men uni o'ldirmayman, tushunasizmi? Ashqat harakatlarni qilaveradi-ku, qilgani sari uni tegidan u qizimni javohiri chiqadi, asal oqishni boshlaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun har biringiz tirilmoqchimisiz? Men bilan birga ketgingiz kelyaptimi? Video tagida hamma ma'lumotlarim bor. O'zim Telegramim qiziqmi, kursim haqida ma'lumot qiziqmi yoki opamning keyingi holatlari bilan davom etamiz, hali ular qiziqmi, nima qiziq bo'lsa hamma ma'lumotni berishingiz mumkin. Telegram sahifamizga o'tib, hammasi haqida batafsil, erinmasdan ma'lumot beraman va endi aytib o'tmoqchimanki, opajon, yana bir gap. Qarang, tirik insonni yoniga tirik inson keladi. Tirik insonni ya'ni bu yongan insonni oldida hamma yonadi. Farzandlari ham yonadi, turmush o'rtog'i ham yonadi. Voy, qaraydi turmush o'rtoq, endi u yonyapti-da, u ayol. Turmush o'rtoq qo'rqishni boshlaydi. Qaraydi. O'lib qolgan ayol yo'q endi. Qaraydi, yonyapti u. Ko'ryapsizmi? Hamma gap shuning uchun men aytaman-da, qo'rqmang mutaxassisga borishdan. Qo'rqmang o'rganishdan, qo'rqmang izlanishdan, qo'rqmang pul sarflashdan, ayniqsa ruhiyatga. Xo'p, opam,
nimalarni his qildingiz? Siz o'zingizdan o'zi birdan kutmang. Voy, men zo'r bo'lib ketaman. Uje anglash ko'payishni boshlaydi. Sizda anglash davom etishni boshlaysiz. Hozir o'zingizda nimani his qildingiz? Nima bitta insight bo'ldi, ichingizda wow degan nima uchqun berib yubordi. Mana shu uchqunni u sizni tortib ketadi. Bemalol. Shu rivojlanishim kerakligini tushundim. O'zimni tanisam agarda, meni ham atrofimdagilar tanishni boshlar ekan. Shunaqalarni tushundim. Qarang opajon, mana shu rivojlanish ham ramkada, rivojlanishim kerak degan narsa ham ramkada. Keling shu so'zni almashtiramiz. Yashashni boshlayman desangizchi. Endi yashashni boshlayman. Yashashni boshlayman. Oddiy yashashni boshlayman. Oddiy. Nafas olishni boshlayman. O'zim xohlaganimdek. To'ppa-to'g'ri nafas olmayotganimni tushundim-da mana. O'sha siz buni qolgan hammasi sizni yetaklab ketadi. Siz o'ylamang. Mana bu bir insondan quvvat oladi-ku. Shuning uchun aytaman-da men ayollarga, kelinglar oddiy ayollar, podkast qilamiz birgalikda. Shart emas, ilmiy o'sha yondashib, shunaqa perfeksionist ayol bo'lganman-da. Shuning uchun ko'p to'xtalaman shunga. Juda ham qattiq ayol bo'lganman-da. O'ziga, pozitsiyasiga juda ham qattiq ayol, sodiq ayol bo'lganman-da. Men aytdim, o'sha qobiq qilib teshib kirisha olmasdi-da. Men aytdim, shunaqa bo'ladi dedim, bo'ldi, hech kim kira olmasdi. Men o'zim yopib olardim, shu kiyiming ham shunaqa bo'lish kerak, soching ham shunaqa bo'lish kerak. Qarasam, qattiq to'rtburchak korobkani ichida qolib ketibman. Atrofimda hayot jo'shib ketganda, hamma yashayapti, hamma maza qilyapti. Men o'sha korobkani ichida aqlli pozitsiya, ramka pozitsiya qolib ketganman, turganman. Men undan birinchi boshida siz chiqdi deb o'ylaysizmi? Mana durdonni biladilar, bizni ochyaptilar. Bunda emaklar asta qarab ko'rasiz. O'sha tashqaridagi hayot haqiqatmikan yo men bu miyamdagi hayot haqiqatmikan deyish boshlaysiz-da. Keyin qarasamki, o'zimni yashatmayotganligimni his qildim. Va o'sha yugurib borib yonib yig'lab o'sha kursim yozganman-da. Rahmat aytaman sizga. Har birimizga minnatdor bo'laman. Maza qilib yashash bu Alloh bergan hamma imkoniyatdan foydalanib yashash ekanda. O'zimni pozitsiyamda yashash esa faqat mana bu aytgan va jamiyat aytgan pozitsiyada yashash ekanda. Allohnikida cheksizda, hayotni pozitsiyasida yashash bu cheksiz. Har birimizga tilab qolaman.